Assalamu alaykum, aziz yurtdoshlar, hurmatli ko'rurmanlar. Men Mag'firat Kamal. Uyg'ur Akademiya Söhbetleri programımıza hoş geldinglar. Biz bu program başlagandan tatip Uyg'ur medeniyeti haqidagi nurg'un mazmunlarni tema qilib keldik. Bugunmi Uyg'ur medeniyetida nihoyat muhim roli bo'lgan Uyg'ur mashribi va buningki Uyg'ur jamoatchiligining shakllanishidagi asosli roli haqida suhbat olib boramiz. Bugünkü mehmenim Uyghur cemaatçiliği tanıştık bo'lgan yosh tadqiqotchi Muqaddas Mejit. Muqaddasni hammamiz yaqindan tanıymiz. Uyg'ur medeniyeti uchun ta o'quvchilik vaqtlaridan tortib nihoyat ko'p xizmatlarni qilib keldi. Bugun Muqaddas xonim bilan Mashrabninki Uyg'ur jamoatchiligining bo'libmi Uyg'ur jamoatchilik engining shakllanishga asosli roli haqida suhbat olib boramiz. Qani so'z amsa Muqaddas bo'lsin. Marhamat Muqaddas. Rahmat, Mag'firatida. Assalomu alaykum, qarindoshlar. Har yerdan bizga bu yerga qo'shilib bizlar bugungi suhbatga ham bahar bo'layotganlar. Hammalarga salom. Bugun bu yerda sizlar bilan birga yuz ko'rish kunimdan shundaqla Mag'firat Kamol bilan birga mashrab to'g'riliq suhbat olib borganimizdan men nihoyat xushal. Chunki mashrab biz Uyg'urlarningki ota miras, ona miras nurg'un asrlar bo'yin bizga bizning bir jamoat, bir millat bo'lib shakllanishimizda nihoyat nurg'un rol o'ynagan bir yig'ilishlarning biri ekan. Hamda buningga bo'lgan mening tadqiqotim nihoyat cho'nqurmi emas. Men buningga doktorlik maqolamdan boshlab qiziqishga boshlagan, chunki mashrablarning izlarini biz Uyg'ur madaniyatining har qaysi yerlardan, har qaysi burjaklaridan topa oladiganmiz. Mayli usul to'g'riliq gap qilaylik, mayli muqam to'g'riliq gap qilaylik, mayli dostonlar to'g'riliq gap qilaylik. Qandaqli bir tadqiqot temasini qo'limizga olsak, bir uchi mashrab bilan tutishadi ekan. Shu bilan buning mening asosli mashrabga bo'lgan qiziqishim doktorlik maqolamni tugatish bosqichida paydo bo'ldi. Doktorlik maqolam tugagan vaqtda o'qituvchilarim hamda bundan keyingi tadqiqotning qayoqqa mangdi deb so'raganda men shu mashrabga qiziqib qoldim. Bu mashrabningki bizning Uyg'urlarningki madaniyatni tushunishda roli bek cho'nqur ekan deb dedim. Ularni qo'lladi. Shu orqali hamda asosda 2015-yili doktorlik maqolamni tugatgandan boshlab shu mashrablarga bo'lgan qiziqishim bo'lgan sir cho'nglab beryapti. Hamda 2 yildan buyon shu Rachel Harris xonimning yetakchiligida hamda Angliya British Academy deb ularningki iqtisodiy jihatdan yordami bilan Qozog'istonda biz shu Uyg'ur mashrablariningki Qozog'istondagi variantini to'g'riliq ham tekshirish olib beryapmiz. U yoqdagi tadqiqotchilar bilan birlikda Uyg'ur mashrablari u yoqqa qanday yetib kelgan, hozir Uyg'urlar u yerdagi mashrablarni qanday davomlashtiryapti degan asosda biz tadqiqot olib beryapmizda. Hamda mening asosli buningdagi rolim film ishlaguvchi ham yordamchi tadqiqotchi. Sizning ta o'quvchi vaqtingizda Do'lan mashrabini xalqarалық sahnaga olib chiqqanligingizni bilaman. Do'lan mashrabini shu xalqningki ashiliqi maxsus muntazam terbiye algan sanatçılar emas, xalqning ichidagi toza xalq sanatçılarını Fransiyaya olib şeyde bu Do'lan mashrabini xalqaro sahnaga olib chiqdingiz. Shuningdan boshlab Uyg'ur madaniyati haqida izchil iznib kelyapsiz, nurg'un ishlarni qilyapsiz. Ama Uyg'ur mashrabi bilan burunimiz bilan ba'zi suhbatlarni olib borgandim, o'zimiz o'zaro o'tirib paranglashgandik. Uyg'ur mashrabining tarixi nihoyatda qadimgi yildizi bekmi cho'nqur ekan, nihoyatda uzun vaqtdan tortib Uyg'urlar shundoq yig'ilib o'zaro bayramlarda bo'lsin, masalan Hunlarninki yilda 3 qatim shundoq cho'nqur yig'ilish qilganligi bilan munosabatli tarixiy materiallarda yozilib ketgan. Yılda 3 qatim yig'ildi ekan, 1-oyda, 5-oyda, 9-oyda. Mushu yig'ilishlarda qo'y, kala so'yib, ondan keyin o'zaro shu naqshi musiqa etishib, ondan keyin ba'zi urushlarninki g'alabalarini tabriklab, ondan keyin totemizm deymiz, shamanizm deymiz, mushuning o'xshash diniy ba'zi murasimlarni o'tkazib bir yerga kelib nihoyat cho'ng yig'ilishlarni olib bordi ekanda. Hamda buning izini shu Hunlarninki hayotida topqini bo'ladi deb hozir hamda tadqiqotchilar
hazır meşrep kızıqıdığılar bekmeyip meyli Avrupa'da bolsun, meyli Asya'da bolsun, meyli özümüzün içimizin çıkan sizge okşaş tadqiqatçılarımız bolsun, her tarafıma bu meşrepni tadqiq kewatıdı. Hatta Türkiye'de meşrep Uygur meşrep hakkında bir doktora tezi yazıptı. Nait tefsiri, nait yaxşı bir tez optu dep oyladım. Tuğba hanımniki tezi. Şu nait kızıqış köp bołatydy, hem de tarihten hep qaraydigan bolsak, jyllıklarda deydi, Süyname deydi, şunun okşaş nurgun Xitay nemelerimi kaynaklarda menbälerimi şu Uygurlarınki Nakşusul bilen birleştirgen naitlik ilmi nait çoğun jığılışlarını hep bağlanlığı münasebetlik tarihi məlumatlar var ki. Ama meşrepnin hem de meşrepnin bu meşrep sözü Arapçadan tilimizge kirgen. Divani lugati Türk'te sürçük, sürçek degenge okşaş iki xil söz var ki. Muşu sözünün hem de muşu cemaat bir yere kelip hep barıdığan keşte bolupmu keşlerde jığılış kıldığan bir çoğun bir meclis dep izahlagan ki Mahmud Kaşgari. Hem de meşrepninki popmu İslamiyetninki belki bu jığılışninki nami meşrep bolgan boluşu mümkün dep oylayman. Sizce mi şundaq mı? Sizden qaraganda. Menimçe hem de bu xil tipdeki jığılışlar başka hem de bizden burun bu burayın yaşap kelgen ya komысы hoşnu ellerde yaşayan bayamsız hunlarning gepini qildingiz hem de aştaq başka medeniyetlerde mi nayti çoğunqur jiltiz tatqan bir xil jığılış boluşu mümkün. Çünkü bu meşrepning ichiga qarsak hem de meşrepning zadi nima ekanligini bunaq azroq yerib qarsak, buning ichiga nurg'un elementlar bor-da. Bu endi kunduz turki har bir shu faaliyetler bilan münasebetlik. Masalan, meşrepga dastlabki kelgan vaqtda kishilar yig'ilib aldı bilan tamoq yeydi, shundaqmi? Siz abay qo'y kadlarni nim qilganning gapini qildingiz. Ziyafetde hem de. Ziyafet nurg'un men ham o'zim bevosita ko'rgan meşreplarda, masalan, dolanliqlarning gapini qilib qoldik. Men keyin berib dolanliqlarninki shu meşreplerini makitda yantaq yesizdi ko'rganchu. Ular aldı bilan agar cho'ngroq mehmonlar kelsa, cho'qim bir qo'y so'ydi. Endi yantaqniki makitning qo'ylari bek dangliq bo'ldi, bek tamlik bo'ldi. Shu cho'qim aldı bilan bir qo'yni qozonga selib, ashni butun meşrep kelgan ahli bilan birlashib, asha o'tirib, shu minchilikdan taksimi o'lqi butun yezgilar keldigan bo'lg'achqa odamni aytib ko'p. Minchilikdan taksimi, mandaqdan taksimi ish qilib, butun hamma odam shu tamoqqa tang bir vaqtda o'xshash ashunday eg'iz tegdi ekan. Ammo bu odatlar meningcha shu burundan tatib qanday qilib kishilar bir yerga yig'ilib, jamoatchilikni qanday qilib bir guruhni tashkillagan undaq mexaniklarga beqib turib tadqiq qilib yoki surishtirsakmi bo'ldi. Undaqda bu tarixiy nimasi tarihi uzun hem nurgun burunqi odatlardan ashundaq kelgan bir tarixiy yiltizi bor, bir xil yig'ilish bo'lishi bu meningcha bak hayron qolarlik ish emas deb qarayman. Endi islomiyat kirgandan keyin bizda nurgun yig'ilishlarninki ismlari yoki uning ba'zi mazmunlari dinga qarab turib o'zgargan bo'lganligi uchun uning ismining arabchalashganligi mu hamda shu vaqtdagi bir tabiiy o'zgarishlarninki bir məsuliyyətin deb qarayman endi. Endi bunun ismi qarabla boyliqi yaqinqi vaqtda o'tirg'i chiqqan degili bo'lmaydi endi. Bunun ayliqi Uyg'ur medeniyetining nurg'un jihatlarini o'z ichiga olib ketishi, keng doirada bo'lishi, tamoq yemek içmek medeniyetiningki, uningdan muzika, san'at, her xil o'yinlar, uningdan muqam, usul, uningdan çalgı asboblarimiz, naqshlar, tepishmoqlar, maqol tamsillar, onun etişler, edep kaydını ögütüş, onundan keyin çaqçaq, qiziqchilik, onundan keyin söz oyunu, muşların hammasini o'z ichiga olgan naitimi bay mazmunliq bir medeniyet miras ekanda bu. Uyg'urda ba alaylikning hammasini mush meşrepda topqani bo'ldi ekan. Bu jihatdan bu haqiqatan naiti diqqatga sazovar bir medeniyet temisi.
Meşrepning türlerine ait köpke, meşrepninki 20-30'ga yakın meşrep türü var ki. Bunun sebebi nime emdi? Nimiş bizde meşrepning türleri çoğun bir meclisinin içindeki ayrım bir mezmunlar bu ya ki aşağıda ayrım toplandıran bir meşreplerimiz var mı? Endi mesela bunun bir yakınki davrlarda aşındaqılık nurgun näsläni türge ayrıydıgan, isimlarni koyduğan, onu statistiklaştırdıgan ya tizip retleýdigan hareketler nurgun boldy bizning vatanda. Endi nurgun näsläni aşındaqly bijigip türge aýryp kıldyk. Endi belkim doktorluk maqalasyny yazgan kızynki nimelerini körüp baktım. Ondan sırt endi o kızning tilga algan meşreplerinki nurgunlary o 2006-2007 yıllar çıkan bizde bir 33 meşrepninki filmleri var. Aşının asasen okşap kaldı ki. Hem o filmlerin çıkışı mı nurgun tadqiqatçılarınki hem bazı mesela bizdeki sanat sahasındaki yakumысы ilim sahasındaki kişilerinki bazı hizmetler asası da onda türlerge bölüngen hem bazı yuqap ketken türlerini mundaqti dep bazılarının isi qalan boyunca onun içi kirgiziya munda ahvallan buluşu mümkün. Ama menimçe meşreplerninki asaslık kurulması bu mühemmedin muhimde. Onun hem de her xil isimlerini koyubiliş menimçe mümkün. Çünkü bazı yerlerde baharga atap bir meşrep qilgan bolsa, şu bahar atganlığı namdın bahar meşrepi mesela davatmanda endi. Bahar seylisi mesela bu seylin ta qadimdan tatıp var ki. Şu aşağıda koyulgan isimler buluşu mümkün. Ama meşreplerinin asas kurulması qarab kelsek, meyli şimalda bolsun, meyli janubda bolsun, onunki asas kurulması, bununki nayt sistemlaşqanlığı bu meşrepninki asasen digidek hammasının bir ailege mensup ekanligini bildirip turdu. Çünkü meyli her xil variantlar buluşu mümkün. Onayt sağlam bir ahval bir medeniyetninki hayat ekanligini bildirdigan. Ama onunki asas kurulmasınınki bir-birisi bilen şunçik bağlanışlık ekanligi yana bu aşı kiçik variantlarninki yana şekillenip Uyghur medeniyetide, Uyghur cemiyetide bir naytı bir sistemlaşkan, bir xil kişilerini öz etrafıga jığıdgan bir müstehkem bir kurulmunu şekillendirgen onu bildirip turdu. Şu meşrepninki türlü Gülhan meşrepi, Toy meşrepi, Baravet meşrepi, Kütüveliş meşrepi, Katari meşrepi, Teklip meşrepi, hatta Namakulluq meşrepi dep mi bir isim var ki hem de bu Namakulluq meşrepi degende hem de hatalık ötküzüp koygan kişi bütün el cemaatini çağırıp şu hem özrünü oturup koyup hem namakul bulup şu bir ziyafet berdiğe okşaydı hem de bizde hatalıkның cazasız kalmaydıqanlığını köstedi hem de bu meşrepning halkın terbiyeleş terbiye güçlük emas mı? Muşu arkalık mı hatalık ötküzüşten saklanışınki bir nemisini kösetken de halkka bir şeklini kösetken dep oylap kaldım ben bunu kögeniki. Bu namakulluq degan bu bölüm her qandaq meşrepte tipilidu ameliyatçı. Bu meşreplerninki başka bizdeki toy yakomысы, çay yakomысы başka yılqındak büşktoy, utoy, butoy da bizde toylarcının turujik koy hem aşağıdan farqlanadigan bir bölümünün birisi hem de bu namakulluq degançu. Çünkü aşı hem de u yerda biz asasen digidek şu mesela bir haqiqiy yaxshi bir insan buluş üçün qaysı jihatlardan özünü qanday tutulishni yoki masalan qaysi yerlarda xatolik o'tkazgan bo'lsa uningga shu atrofidagi jamoatning qanday ega bo'lganligini ashada o'rganadi-da nomaqulluq bek muhim bir bek muhim ki men derhal ashuni ko'rgandan hayron bo'lib nim qildim. Endi meşrepninki qatnaşquvchilari kimlar masalan meşrep naydi köp adam bir yere kelip qadimdan tatip elip berilgan hem çoğun bir murasimga o'xshash narsa deb qarasak bunun kimlar qatnasha oladi? Endi bizning davrimizga kelgan vaqtida meşreplarni chiqaytim hocalar zamandan keyin bizda cheklanishga boshlabdiki ondan keyin hukumatlar chekladi buni. Yani bizden devrimiz kelgan vaqtida biz meşrepne içi kirip mesela ben şahsen kömdüm de bizden devrimizde fakat anladık meşrep
ba deganimni anlatdık. Endi şunun qaraganda kimler qatnaşa alaydı meşrepke? Ha. Hazırki vaqtda. Meşrepte hem de asasen digidek bununki bayam dep ötkendek mesela başka bizdeki ammavi mındaq başka faaliyetler qarganda toyga çaqaq adamның qanday kelse yakımız köçüde etkit baq adamның qanday kes boluyurdu. Endi nazır çıraqlar bolup qalsa kişiler kirip salam qılıp bir yığız koloğa yığız tigip çıkıdıgan işlemi buldu. Ama meşrepte bununki qaydaları buldu da meşrepning özügü xas qaydaları degende bunun da şu cemaatke mensup boğa adamlar qatnaşıyordu dep qaraymiz endi. Ama meşrep onda yıpıqça halatdaki meşrep emas. Ama onunki qurulması yaşında qurulganken de. Endi bunun endi abay variantlarının to'g'riliq gap qildik. G'uljidagi meşrepler bilan tarafdagi boshqa Merk tarafdagi yakomisi ma'u nima Qumul tarafdagi meşreplarninki farqi bo'ldi. Asasen hem de G'uljidagi meşreplerde sizning kömek qilishingizdagi sababmi balkim shundan bo'lishi mumkin. Onda asasen erler qatnaşırken meşrepken. Ayollar qatnaşmaydigan-da. Ayollar faqat tamoqlarni etib tayyorligini qilib turib ketadigan, boshqa uylarga kirib turadigan. Erlar undan o'zir o'tiradigan. Shuning uchun balkim G'uljida tug'ilib cho'ng bo'lganlar uchun meşrepni ko'rish imkoniyati uncha cho'ng bo'lmasligi mumkin. Ammo Qumul taraflarda bularni asasen yezilik ma'liki yezning ishlari tugagandan keyin qishich o'ynaydigan meşrepi bo'ldi-da. Bularning nima kök meşrepi deb. U kök meşrep jarayonida oilalarda asasen onunğa ayollar, erlar, bolalar, asasen degidek mushuliqi oilaviy bo'ldi ekan uning ichida kim qatnashib bo'ldi ekan. Endi ma'u makit tarafdagilar bular asasen sirtda o'ynaydigan-chu, bundaq yo'g'on zallarda yoki bog'larda o'ynaydigan bo'lgandan keyin uningga butun mahalliklarning hammasini aytadigan ular. Endi bunun içinde neymiş ki bundan başlap sözüldüğünüz desiniz. Mesela G'ulji tarafdaki meşreplerde çokum onunki cemaatli buluş gerekti. Yani başka yerlerde mi şundak okşaş? Ama G'uljininkine misal kıysa, bunun da 30 oğul diyen cemaat oldu. Bunun da hem de 30 oğul diyen bilen çokum 30'lı kişi katmış gerek emez ama hem de o aşı bir cemaatninki ismi ekan da, onun 30 oğul buluş gerekken. O 30 oğulga yak aş meşrepke katmış salayetiga ega buluş üçün aldı bilen yaş balalar, oğullar boyuğa yetkende ya tağısı ya dadısı ya bir çoğunrak er kişi tarafından ular ilip kelinip, mening oğlum boyuğa yetip kaldı, endi meşrep ahliga 30 oğulga qatağa qo'shilsa deb umid qilatdim. Bununla qo'shilamizlar deb cho'nglarni oldidan bir o'tkazdigan ish ekan. O'tkazib qilgandan keyin cho'nglar ha buning qanday hunari bor, nima ish qila oladi, bizga qanday kuch qo'sha oladi deb undan ancha-muncha savol so'roqlarni qilib, u balani o'tirgan qilgandan keyin agar uning naqsh eta oladigan talanti bo'lsa, o'tirib naqsh etib turgan ishni qilgandan keyin yana bir 30 o'g'il o'tirsa o'zra maslahat silib, uni ha endi kirsam bo'ldi deb u yerda uni unda qabul qilgan. Bu xil qabul qilish nurg'un boshqa millatlarda bor bir xil odat bu endi o'g'illarninki erlik qo'shilish deymiz-ku. Shuni qilganda rasmiy murosim qatorida qilib ularninki endi sen o'g'illikdan endi erlar qatoriga o'tding deb bu yerda cho'nglarning oldidan jamoatning oldidan o'tkazib andan keyin bir onun ichiga oldi. Bo'liq bir maktabga o'xshash rolinimi deb o'tib ketdingiz. Uyg'urlardagi ya maktabga ba balangni ya meşrepga deydigan bir ata sözümüz bor ekan, maqol tamsilimiz bor ekan. Bu yerda demak shu maktabga olib borganga o'xshash bolalar tayyor bo'lgandan keyin shu meşrepda endi ta'lim tarbiyani o'rgatsin deb olib berilgan bir odatkanda hamsa buning endi maxsus bir nimasi bo'ldi ekanda, qoida tuzumlari. O bolaning shu meşrep qabul qilinish uchun bir yoshning, bir o'smirning meşrep qabul qilinish uchun demak ki ba'zi shartlarni o'rnalgan bo'lishi kerak. Shundaqmi? U yerga kirgandan keyin uningdek hamda qolgan a'zolarning gapini yoki qolgan belgilarning gapini keyinchroq qilaylik. Ammo u yosh 30 o'g'ilning bir a'zosi bo'lgandan keyin hamda u uning uchun o'rganishga tegishlik nurg'un sharoit hozir bo'ldi ekanda u yerda. Bo'libmi cho'nglarning deyildigan, og'zidan chiqadigan gaplar qandoq endi bir kishilarning oldida jamiyatda o'zini qandoq tutish, yurushtirish, so'zlash, qandoq cho'nglarning oldida qandoq gap elish, salom soat, andan keyin
Onundan sırt əmdi bədənini qanda tutuş, qanda o'tirish, qanda qopuş. Çünki bularning hammasining qoidasi bo'ldi ekan. Bu menda g'ulji tarafdagi mashrablarningki jiddiy gaplar bo'lgan vaqtda mana bir tizni yer qo'yib, bir tizni qo'lning ustiga qo'yib, mana o'tiradigan badan jihatdan kontrol qiladigan shundoq bir nimalar Tik o'tirish kerak da, tik qolmaslik kerak. o'tirib diqqat anglaydi ekan. Undan keyin rahat o'tirgan vaqtda qandaq nima qo'yib, badashqan qurib, mana xotirjam o'tasi bo'ldi ekan. Ashundaq badanni qandaq kontrol qilish, qandaq tutishlardan tortib o'rganadigan gapga u yerda. Uningdan sirt hamda u yerga keladigan har xil masalan san'atkorlar bo'ldi ekan, masalan muqomlarni o'qiydigan yoki she'rlarni o'qiydigan odamlar bo'ldi-da. U biz hamda biz azroq paranglashdik bu to'g'riliq yoshlarda hozir muqam desa nima ekanligini bilmaydigan ish bak ig'irda. Bilmaymi yoshlar unga qandaq anglashni bilmaydi u. Masalan, onun ham nurg'un huzurlanishni bilmaydi-da. Ha, huzurlanishni bilmaydi. Chunki u ham 14-15 asrdan qolgan bir boshqa bir davrning narsi bo'lgandan keyin uni anglashni öğütüş kerak da balaga. Çünkü mesela Avrupa'nın klassik eserlerinki nemesi qarsak, o balaga çokum aşını qandaq oturup anlaşını öğütüdü. Öğetkenden keyin anandan keyin balla ha bunodun manda huzurlanish kerak. Ma degan ma davrinin falanchining manda kelgan vaqtda manda hissiyatni ifodalaydi, manda kelgan manda hissiyatni ifodalaydi deb ondan huzurlanishni öğündü. Shuning bilan bular gerçi onu çaldıgan muzikant bir ikkital bo'lsa-mu, ondan huzurlanadigan odam 1000-2000 milyon bo'ldi. Endi bizda muqamlar bir nuqtalarni qildingiz. Unda bo'lsa, shu medeniyetning davomlanishini o'rgatish uchun bu mashrab nihoyat muhim rol o'ynaydi ekanda. Masalan, muqamning nima ekanligini hamda shu jamoatning ichiga qaytilgandan keyin undan keyin shu jamoatni birga his qildida nurg'un narsalarni. Shu bu biz nihoyat davomli ta'kidlab hozir bo'libmi hozir ta'kidlaymiz. Biz Uyg'urligimizni saqlashimiz kerak, Uyg'urlikni saqla. Nurg'un odamlar o'zlaridan savol so'rash kerak-da, qandoq saqlash kerak Uyg'urlikni. Endi bu hozir eng muhim savollarning birisi qandoq saqlab qolish kerak o'zimizni. Uyg'urlik degan faqat do'ppidan birini kiyib, sahna ko'ynigan kiyib asl Uyg'ur bo'lib qolmaydi. Endi u bir amalning birisi boshqa hech qanday ish qo'lingizdan kelmasa, shuni bo'lsin qiling deb da'vat qilamiz bu endi. Ammo Uyg'urlikni his qilishni o'rganish kerak-da, bolalarga o'rgatish kerak. Aşı hissiyatni, aştaq masalan özünün muzikaları chiqqan vaqtda aşınından anglab, ta'sirlanadigan yoki hatto ba'zi gaplarni anglab, yig'lashni bildigan, aşı ba'zi narsaga kitoblarni o'qib, she'rlarni o'qisa, aşının cho'nqur tiyiga yetalaydigan ma'nolarni bularga o'rgatganda, andan keyin Uyg'urlik saqlanib bo'ldi deb men shunda qarayman. Pek doğru dediniz. Bu ilk aidiyet tuygusu nait muhim. Mensubiyet tuygusu demdik. Aidiyet. Bir milletke ait buluş için şu milletin hem nimesini yaxşı görüş gerek de hem de. O medeniyetini, onun için şu milletin jığlaş gerek, külüş gerek. Undaq buluş asan emas hem de. Millet buluş degen hem de pek tesnesken bu. Bu şu meşrepninki mesela o terbiye ehliyetin ait zor buluşu. Şu millet milletning his qiladigan milliy tuyg'uni berilishi jihatdagi roli nihoyat cho'ng. Shunaqmi? Chunki ashada o'tirib, qandoq yeydi, nimalarni yeydi Uyg'urlar, nimalarni kiydi, nimalarni anglaydi, muzika, muqam, usul, yemek, ichmak, undan keyin qandoq o'tirib qopishni o'rgandi, qaysi gaplarni qilsa yaxshi bo'ldi, qaysi gaplarni qilsa qo'pollik qilgan bo'ladi. Mushlarning hammasini o'rgatadigan bir maktabkanda bu. Ve bu mensubiyet ve aidiyet hissini oynatışta balalarning tepulg'usiz bir en güçler desek bo'ldi ekan meşrepni. Andan keyin hozir bir gapni qistirib o'tib ketay. Bu endi boshqalarga o'zimizni tanishtirishdimi bak yaxshi bir omilga. Chunki men 2 yildan yaxshi Belgiyada mushtaq mashrab haftaligi uyushtirib keldim. Belgiyadagi bir tadqiqotchi professor bir universitetning ma'lumi bilan birga biz ham bir haftani shu nimaga nim qilib nima masalan mashrab to'g'riliq leksiya so'zlab andan keyin usul muzik to'g'riliq azroq ularga bir 2 kun dars o'tib andan keyin mashrabdan birini uyushtirib bularning hammasi belgiyalik o'quvchilar. Yani ular qatnashib o'zlari andan keyin ishchidan Uyg'urning badanida bo'lib Uyg'urning ovozida bir narsalarni naqshlarni aytib baqqan bo'lib, andan keyin ha to'xtabdi asl degan ma degan mundaq millatga, mundaq madaniyati borga bularning mundaq kunlar ko'rib yutibdi deb jurigidan Uyg'urlarni qanday bilalaydiganga ulargami bir ko'z baki roli cho'ng. Endi bu
murakkab sal kang doiralik faoliyatlar, ammo roli bunda faqat bir qitimliq, ikki qitimliq konsert yoki bundaq odatdagi faoliyatlardan kuchliroq bo'ldi ekan. Küçlügrek, çok küçlügrek. Çünkü bunun iliqi öz içige algan mezmun bek keng bolgan ekan, bay dep ötüp ketkenimizge okşaş. Bu hakikaten bek başkalarının kızıkışını tatıdığan bu çünkü bu adet hem de abim siz dediğiniz bazı milletlerde buluşu mümkün dep, lekin hem de bunda mukim davamlaştırıp kelgen milletlerine ait az buluşu mümkün, hem de Uygur'nunki ait çoğun bir medeni baylık iken de buna ait kıymetlik. Onun için bu meşruiyatni tadqiq qilganlarninki ichida Rahila Davud xonimninki Helimigül Abriz bilan yozgan bir nemisini o'qigandim men, maqolasini. Shu maqolada mesela abiyamga kimlar qatnasha oladi degan savolni so'ragandan esim keldi mening. Shuningda kitobda quchog'i bo'lgan, o'sha 16-17 asrlarda quchog'i bo'lgan bir Xitoy sayohatchininki she'rini berib turdi. Shuningda tulxutullarmi keldigan, kızlarmı keldigan, jigitlarmı keldigan, jitim ballarmı keldigan, muşundaq bir nima deb she'rda shundaq tasvirlar batdi-da, bu meşrepga, hamma odam kelalaydi, kelib qatnashirdi deb ashuna burun yozilgan bir she'r bor ekan, shu she'rni tarjima qilib qo'yibdi, shu esim keldi. Ondan keyin bizda 30 o'g'il 9 qiz yoki 30 o'g'il 30 qiz degan o'xshash gaplar bor. Mush gaplarmi meşrep bilan munosabatmi? Endi meşrepning ichida yana bir meşrepning alayidligi, endi meşrepda har xil bekitilgan qanday mansibi bor odamlar bo'ldi-da. Unda meşrepninki oqsoqli, begi bo'ldi-da. U odam eng yuqori martabalik odam, u odamning oldidan. Endi unda odamlarni saylaganda nihoyat diqqat bilan hürmetli sazavər, kişiler yaxşı gördüğün aşnaq kişilərini saylaydı ekanmiz odatda. Unda adam oturğa chiqqandan keyin hamda jamoatninki chiroyli bir-biri bilan ittifoq o'tishi, andan keyin tangpungliq saqlash, andan keyin kishilarning o'tirsidagi ziddiyatlarni hal qilish yoki bo'lmasa yomon odatlarni tanqidlash degandek ishlar asosan degidek ash odamninki nazar ostida bo'ldi ekan. Undan qolgandan keyin yana ashna o'xshash har xil köl begi, peşşap begi, mirşap begi, yana qazı begi, yana bir aşının bir qatar o'xshamaydigan yerda o'xshamaydigan ashundaq bir xil nomlar bo'ldi ekanda. Bularni qana deb ataymiz ilqi? Bu meşrepning tashkiliy qurilmasida, bu tashkiliy qurilmasi xuddi bir tashkilotga o'xshash, uning deliqi masalan podshoh degan ismlar, podshoh obyeksiz deganga o'xshash, uni boshqaradigan odam, lekin o'ng qo'l vazir, so'l qo'l vazir, xuddi bir davlatninki tashkiliy apparatiga o'xshash, xuddi kichik bir kopyasiga o'xshash bir nemda, siz deyotgandek mana qozi deysiz, undan keyin unga jazoni berdiganlar, uni uygulaydiganlar, onu icra qildiganlar, ondan keyin mesela tamaq berdiganlar, naqshi muzikani boshqurdiganlar deganga o'xshash, nihoyat nurg'umush kichik bir jamiyatga o'xshash his qilib qoldim men. Endi buning o'rnigini balkim bizda burunqi 15 masalan qarixoniylardan keyin bundaq davlat qurilmalaridan ilingan bo'lishi mumkin deb o'ylashga bo'ldi ekan. Chunki masalan ba'zi xonliqlarninki hükümet sistemisi yoki siyosiy qatlamlari, masalan prime minister uchi buchi degandek ashta ismlar shu meşrep ishlatilgan ba'zi ismlar bilan aloqasi bor ekan, o'xshab qolgan yerlari bor ekanda. Men o'tgan yili O'zbekiston borgan vaqtda ularning temirlarninkidan qolgan keyingi emirliklarninki belgilari ham hukumatning o'rinlashtirishini qilib qo'yibdi. Ashning ichida bag, ko'l begi, ming begi degandek ashta bagliklarning ismlari ashada turdi. Endi hukumatninki qurilmasi ma'muriy qurilmasininki. Endi shu meşrepdimi ashlardan ilingan ismlar bo'lishi mumkin-da. Ham undan sirt ham 30 o'g'il degan gaplar burun ash vaqtlarda harbiylarninki birligi bo'lishi mumkin ekanda, harbiyliklarninki masalan 30 o'g'il bir diviziyadan bir atrat, askarniki bir nemisiga o'xshash. Bunun hem de yaşlığı bizning burunqi bellikler, burunqi padişahlıklarınki siyasi qurilmalardan örnek ilingan hem şu devlet qurilmaları hem devletni idare qilish sistemlarininki kichikiltirilgan nusxasiga o'xshashlar
bir rolü var ekan bu meşreplerninki. Hem Haqiqiy. bunun da hem de şu mesela bayam dedik birinci bölümünde tamak yiyildi, ikinci bölümünde mukamlarını anlaydı. Onun dinkisi de ançı munçu hem adam oturuş usulgu düşüdü dedik. Anandaki yan bir bölümünde çokum hem de oyunlarını oynagandan sırt söz oyunları çakçaklardan sırt açta mesela hatalık ötküzgenlerini yakomысы gap anlamaganlarını, şu intizamını buzganlarını, yakomысы cemiyetten de azraq kishilarga yoqmaydigan ishlarni qilib qo'yganlarni qozining oldiga kelib sotlaydigan ish bor maktabda. Endi ashyaga kelgan vaqtda buni mana shu burunqi sud mahkamasiningki rolga o'xshash bir narsaga qig'il bo'ldi-da, shunaqa selishtirg'il bo'ldi. Chunki men endi maktabda ko'rgan mashrablarimning ichida shundoq shu bo'limi bak qiziydi ekan. Ham bu bak hajviy bo'ldi-chu, burun masalan grek nimalarda, grek madaniyatlarida shundoq hajviylik orqali hajviylashtirish yoki bo'lmasa shundoq kishilarni chaqchaq maydonda nimalarni, yomon odatlarni tanqid qiladigan ish, teatr holatida tanqid qiladigan ish Aştaq tanqidiy jazo ekandiqda bizdami shu bitti ashundaq ekandi. Qamlashmagan ishlar, masalan bu yomon odatlar turmidi deb ashundaq qilib tanqidlab ularni hajviylashtirib, buni endi jazolashimiz kerak deb, buni tamg'i nimasini chiqiramiz, rasmini chiqiramiz deb yalang'ochlab qo'yib suv purkiydigan yoki bo'lmasa buning kesili bor ekan davolaymiz deb yotqizib qo'yiblar ashada bir bodil suvni og'zidan quyib yuboradi ashada boshqalar degan kulyotidi hamda Mayaqdigan ishlar ekan. Mayaqdigan yana bir qiziq ish birisi ashtaqimda yo'g'on qo'yning terisida qilgan junliq juvidan birini kiyib bunda nimadan kiyib tumoqdan birini kiyib shu atrofda mana kim shu xalqning nimaga omonatiga xiyonat qilgan bo'lsa ashuni yuzi qardab ketadi deb shundan shu nimaning bir to'pning ichiga kirib bir odamni tutib misha qildi nimasini sirkidi u odamning yuzi qop qorlab chiqdi aning o'rniga juvini kiyib oldiga chiqqan odam oldi bilan ko'mirning qarisini surtib olibdi ekandiqchu tumuqiga shu bilan birisini u tutib qildi uni mushka deb hammasi uni tushibdi bunu jazolamsak samsa yoqmasak bo'lmaydi manchini yoqayli deb yaqishlaydi ekan ashta qilib uni uya jazolab ketdi endi bularninki u odamlarninki unda xatolik o'tkazgan bo'lishi mumkin bo'lmasligi mumkin da bu yerda u muhim masala emas eng muhim masalasi bularninki tanqidlayotgani shu xalqning omonatiga xiyonat qilish yoki birisining pulini olib qo'yish yoki sal ayollarga yomon chaqchaqlarni qilib qo'yish degandek bundaq yomon illatlarni odam qilgan bo'lsin bo'lmasin o'tirg'a chiqib ko'pchilikning oldida tanqidlab ana hajviylik bilan tanqidlayotdi bunda qilib to'g'ri hozir qanday meşrepni hakimiyetin kiçiltilgen şekli deb qarashga bo'ladi deb bir nima yozibdi, jumla yozibdi. Bu endi ilk meşrepni biz mektep dedik-ku. Endi siz deganga o'xshash u xatolikni o'tkazgan bo'lishi mumkin, o'tkazmagan bo'lishi mumkin, lekin mushu orqali insonlar o'rgatyotdi nimalarni endi ya'ni mahkama deb qarashga bo'lmaydi, lekin endi jamiyatda mushtaq narsalar bor. Agar shundoq qilsang, bunun çoğunu qilsang, cho'qim sen jazolansa degani mushu mektep shaklidagi meşrepni o'rgatyapti xalqqa. To'g'ri deyapsiz. Ondan keyin bu tashkiliy qurilmasida yana qandaq nimalar bor? Masalan, yana muzik bilan munosabat qandaq? Saviyam deb aytdingiz, muzikani qandaq anglash kerak? Muzik cheyotganda gap qilish, gap qilmasliklarni cheklaydigan, shunday narsani o'rgatadigan bir nima bormi? Müzik bölümü de ayrım bir müzik bölümü buldu. Bunun da hem de her qandaq yetki məşrəblərdə gördüm. Çoxum aldığı sazəndilərini çıxırıb, ularning hünərini anlaylı deb, ularni çoğ bilib. Çünki hem de bizdeki nurğunlığan ağzaki ədəbiyyatni saqlab qalğanlar şu sazəndilər, muqamçılar bolğan kende nurğun ağzaki yani onun ustozning shogirdga yoki otadan bolaga qoldirib kelgan ekan. Bunda bo'lgandan keyin ularningki amaliyotda bizda ham san'atkorlarning raskab qilsam o'rnini bek yuqori ko'maydi. Bu ham yaqinqi gaplar.
Ammo burun meningcha shu muzikant san'at bilan shug'ullangan usulchi deganlarninki o'rni yuqori bo'lishi mumkin, chunki ular ashtaq mashrab sharoitlarida o'tirg'i chiqilib azizlanib anandaki ashada ashtaq bir mahorat ko'rsatishni talab qilib ashtaq bo'lgan bir ayrim bir so'rin hozirlab bergan. Endi buning bak men yaxshi ko'rgan ham men o'zim xursand bo'lgan bir yerim nima desangiz, bizda nurg'un narsalar bizda emas, hamda butun dunyoda kechirsizlar, aynak nim qo'yatdim yoki oftob birdan chiqib birdan tushib ketishga tushuntirib qo'yay nim bo'ldi ekan deb qolmasin. Endi bizga Yevropaninkiga o'xshash mundaq italyancha teatrlarda o'tirib egiz sahnadagi san'atkorlar mundaq pastdan qarab mundaq qildigan mundaq sahna ham ko'rarman munosabati bu keyin shakllangan narsalar. Masalan, bu 30-yillardan keyin sanoiy nafaslar paydo bo'lgandan keyin teatr sahnalashtirilgan narsalar keyin paydo bo'lgan narsalar. Ammo bu narsalarninki bizning o'zimizninki an'anaviy san'atimizga bo'lgan ziyni foydasidan ko'proq meningcha. Buni keyin yana ayrim so'zlashsak bo'ldi. Chunki buningda nurg'un narsalar o'zgarib ketib qolgan, nurg'un xalqninki o'ziga mansub bo'lgan nurg'un san'at turlarini biz andaq Yevropa sistemasidagi andaq institutlashgan bunda san'atkorlarga xos deb ular berib qo'yib, xalq uningdan ayrilib qolgan. Ammo mashrablarda ashtaq munosabat, masalan, san'at bilan mashrab ahlining munosabati nihoyat zich ham nihoyat yaqin bo'lgan ekan. Unda bo'lganda u san'atni san'atkor rost chaladi, u o'qiydi, ammo u xalq undan haqiqiy bahra ola oladi-da, xalq haqiqiy uni tushuna oladi. Chunki bir san'at xalq bo'lmasa u davomlashamaydi baribir. U xalq bilan zich munosabatli bo'lish kerak. Ham Uyg'urlarningki san'atlarininki nurg'unlarninki aloydligi xalq bilan yaqin bo'lganligi uchun shu 30-40-yillargacha kelganki, undan keyingilar nurg'un o'zgarib ketgan. Hozir bizda san'at bilan ko'rarmanlarning o'tirsiz farq bor. Shuning uchun bir uzilish bor-chi, muqomlarni tushunmaydigan, anglasimi, to'liq tushunib olmaydigan, nima uchun ekanligi azar ish pishib qoldigan yoki qarab kashkichi o'xshash ko'rinishlar bo'laverganki, zerikishga his qildigan ishlar bo'ldi. Hamda mashrablarninki shu muqom yoki muzika bo'limida uningga shu kishilarni cho'qim yig'ib diqqatini markazlashtirib, apay biz deyishgandek, muqomni qanday anglash, muqom degan asli anglash san'ati. Bizda hozir bir xil ko'rish san'atiga aylanib qoldi. Bu bak ikkinchi. Anglash san'ati quloqni ashnaga ko'ndirib, quloqni taraqqiy qildirgan ekan biz uchun. Shu g'arb kishilarning klassik muzikalarini o'tirib anglab ketadi-ku bular. Bizmi shunday muqomni anglash bilan muzikalarni anglash san'ati yoki anglash kulturi shakllangan deyishga bo'ladi ekanda. Bizda masalan muqomlarning tekstlari qarasak, unoyat murakkab ham falsafiylik, cho'nqur ma'noli tekstlar. Agar uni anglaydigan odam bo'lmasa, muzikant cho'qim uni boshqa yenik tekstlarga almashtirib oddiylashtirgan bo'ladi-ya. Shu undaqiligi cho'nqur falsafiylik tekstlarninki mushkunlarga saqlanib qolishiniki yana bir sababini surishtirsakmi, uni anglaydigan odam bo'lganda, u yerda o'tirib tushunib, hajab aytdim, naqshini, mana bunda dedim, har rost deb uni o'zini bog'lab yoki o'zininki e'tiqodini unga bog'lay oladigan bo'lgan uchun hozirgacha kelgan. Endi uni anglab o'rtaqlasha olganligi uchun hozirgacha kelgan. Uni ashta anglaydigan so'rin bo'lmasa, masalan, unda u sharoit bo'lmaydi, uni talab qilmaymiz boshqalardan. Am mashrablarda mushundaq bir sharoit bor bo'lgan ekan. Hamda mashrablarda Uyg'urlarningki muqomlarining mushkunlargacha kelishiga mashrab turtki bo'lgan. Ashtaqkanda. Chunki masalan Qosimjon Qambiri deydi, u 30-40-yillarda Turdaxunni Vantong shu topgan emas, boshqa masalan shu Qosimjon Qambiri degan kishi aylanib yurib, shu ba'zi mashrablarga qatnashib, yakan taraflarda shu Turdaxun bilan uchrashib, odamning muqomini anglab, keyin Sayfiddin Azizga mushtaq bir odam bor ekan, odamningki ovozini ivolayli degan vaqtda ular Beijingdan Vantong shuni taklif qilib bu odamning ovozini olgan.
u keyin hamda u Benton shu tipi Benton shu qilgan bo'lib ketgan-ku hamda bizda. Lekin amaliyotda mashrabninki roli aştaq kişilərin bir-biri bilan uchrashtiradigan, muqam anglaydigan so'rin hazırlab beradigan aştaq roli. Nurg'un ham tarixiy jihatlardan sinalgan demoqchi-ku men. Hem degan yaxshi, bu mashrabninki mushkilotlardan mo'ylaqib siz degandan texnik qildim. Haqiqatan nurg'un jihatlarda bizning madaniyatimiz, madaniyatli xalq ekanligimizni yana bir qatim his qildim sizlar men muzik anglash nemisi san'atini ögütüş, yaşlılar ögütüş, hem de balağını ekip veriş, onun için hem adamın meşrepte katmışı, meşrepte fakat köygücü emez, aşı icra kıvıcı bulup, aşı sanatı icra kıvıcı esasçı bizim halkımız yani. Siz dedim sahnelerge çıkarıp koyuş keyifli vakitlerde boğan iş. Aslında biz her birimiz bir sanatçıdık. Uygur kıyını bağlayıcı, nakşılarını yaxşı görümüz, usullarını yaxşı görümüz bu cihette. Onun için her bir öydü birden en az bir dustaba. Ben şunda oylayayım. Bir Uygur'un öyüde meyli deyhan olsun, meyli kadr olsun, iş kılıp mening bilişimce en az bir duttaba, yoki bir dabba de iş kılıp küçük sorunlarını özümüz orunlaştırıp kesmi bir terbiye almagan bolsakmı nakşlarımızı eğit alayımız, dutta çala alayımız. Hakikaten bu meselesindeki rolü buluşu mümkün. Halkta sanatını yaxşı göz etiş, sanatını özümüzdeki milli medeniyetimizin bir partisi dep qaraş, sanatı cenidin eziz görüşte hem de bu sanat yani hakikaten Uygur'un kıymetli bir ruhke. Çünkü mesela meşreplerde sanat degen biz ötken deyişken oxşaş bu bir xil yumşaq küçte. Sanat, muzika, nakşa. Bunu hem de hazır nurgun garip devletleri bu arkalık kişilerin kalılarını kontrol kılacak, özünün təsir dairesini çoğuntuş için işiltidu. Bunda yumuşaq güçlü mesela. Amerika işiltidu. Fransa işiltidu. İnstitutlarını kurup bulağı özünün medeniyetini asla sındırış arkalık. Ama Uygurlarda mı şu meşrep arkalık, şu yumuşaq güç arkalık kişilerin bir yere jığıp durduğun, anandikin kişilerini an cəhətdən açıdığın, ulağa əmdi insanlar bərabər qandaqlı bulunsun bir azraq xoşallıq, güzellik ki intiludu da. Məsələn, məşrəblərin kişilərin bir yere əkilişi, aş sorunlarda aştaq güzel müziklərdən anlışı, hem güzel şiir, hem de muqamlarının tekstlerine ait güzel pasahatlik aşında tekstler var hem de bulanın huzurlanışı muqamdan sırt bolsun yana dastanlar mı var mesela muqam meşreplerde okulduğun dastanlar ya başka halk ahanglar mı var buların huzurlanışını bilişi anadikin hemmesi oturgu düşüp bille bir qetimden manda usul oynap öz aralığı bedenlerinin hararetlerini bir his qilishmi bu kişilerini birbiriga yaqin tutulgan, anandikin bir-birisiga mehribon bo'lishni o'rgatadigan, öz qo'yniga bir-birisini elishni, tolerant, mehr-shafqatni, muhabbatni o'rgatadigan. Chunki kishilar mundaq ko'ngli ko'tarilib, yaxshi bo'lgan, qo'shal bo'lgan, qizigan mundaq sorunlardan chiqsa, boshqalarga o'zini yaqin his qildi. Endi bir mashrablarninki yana bir rolimi ashundaq bir bu hem de kişilerinki ömrü bütünlüğü aşıylıqındaki əslimeler bilen, bazı hissi əslimeler bilen kurulgan boldu ikende. Yani aşıyorsunuz, hissi əslimelerinizi qayta alırsınız, kişilerden ötküzgen çaylık günlerini yani bir qetim əsliyəlisiniz, o adamlarga bo'lgan mehriniz aşıdı ikende. Şu arkalık kişilerini birbiriga bağlap durduğun aştaqmı rolu bak meşrepninki. Hakikaten şu abiyem hep ötüp kettiğimizde mensubiyet engini şekillendirişte, cemaatçilik engini şekillendirişte bu meşrepnin rolu sel qarashqa bo'lmaydi ekan. Bu sizin deganlaringizning hammasi bir millatga aidiyet yoki mensubiyet hissida ham deydi, mansub bo'lish yoki bir millatni mana shu millatga oid deb his qilish, hammasini yaxshi ko'rish. Onun için 2010 yılı UNESCO bizim meşrepimizde maddi olmayan medeniyet mirası dep bekletti. Bu meşrepnin saklanıp gelişi de bunun hem de meşrepimizin saklanıp gelişi, meşrep medeniyetindeki devamlışı da bir rolü var dep karamsız. UNESCO bu kuruluşu ben taze okumaydı iken ve qanday iltimas qılındı, kim iltimas qıldı,
Qaysi medeniyet miraslarını bular qabul qılıdı? Bularni azroq tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz. Oldu. Endi bu nihoyatda biz ehtiyot bilan muomala qiladigan masala. Chunki rost masalan Uyg'ur muqomlari 2003-yil, 2005-yillari shaklsiz g'ayri moddiy madaniyat qatoriga kirgan vaqtda hammamiz xush bo'ldik. 2010-yil Uyg'ur mashrablar kiribdi, qo'g'dildigan bir shaklga kiribdi degan hammamiz xush bo'ldik. Ammo bunun keynida zodi qanday siyosiy g'araz maqsadlar bilan kirilganligini biz ichib ko'rib, diqqat qilib, cho'nqurlab o'ylab baxmadik-da. Buningdimi men keyinroq nima qildim? Endi biz hammamiz bilamiz 90-yillar G'uljida mashrab bolalarni yosh masalan zararli chekimlikka kirishib ketib, ishsiz qilib, nihoyat jafo tortgan yoshlarni bir yerga yig'ib, nihoyat ularni o'zaro bir-biriga yordam qildigan, keyin bir rasmiy bir cho'ng bir qurilma bo'lib, endi mashrabniki ro'yxatlanganlik uchun oxir kelgan vaqtda bu nihoyat qonliq bostirilgan. Bundan hammamizning xabarimiz bor. Endi bu harakatlarning kelib chiqishi mashrab bilan munosabatda. 10 yil o'tgandan keyin tuyuqsizlar, 10-15 yil o'tgandan keyin endi buni UNESCO'da biz mashrablarning Dünya mirasi qatoriga yo'qolib ketayotgan bir shakl, buni qo'g'dash kerak degan bir nimaga, bir tizimga kirib qolganligidan hayron bo'lsak bo'ldi. Chunki UNESCO degan davlatlarningki u bir siyosiy o'rin, UN'ga o'xshash, uningda faqat ashunga a'zo davlatlarningki gap oqidi. Undaqda bizningki mashrabni qo'g'dash kerak degan sunilgan u materiallar, u cho'qim Xitoy hukumatining qo'lidan berilgan sunilgan materiallar bo'ldi. Muqammami o'xshash. Bu oldi bilan endi buningga Xitoy hukumati ham o'zlari berib yozmasimi? Bizdagi tadqiqotchilar ba'zi kishilarni shuni yozsizlar deb buyruq tushirdi. Undan keyin ular yozib tayyor qilgandan keyin uni Xitoy hukumatning nomidan UNESCOga sunilgan ashunday yo'l ochilmoqda. Uning u sunilgandan keyin ham hukumatlar ashunga a'zo UNESCOga a'zo hukumatlar unga qarab o'tirib, ha bo'ldiki ya bo'lmaydi ekan deb unga nima ber qabul qilgan qilmaganligini shu UNESCOga a'zo davlatlar bilet tashlab unga qaror berdi. Endi yana bir masala UNESCO boshda qurilgan 60-yil masalan 70-yillar qurilgan vaqtda, aniq vaqtini hozir ism alomatmi, ammo u vaqtda Amerika nurg'un pul berdigan ashtaq bir dunyoviy organ ekan. Keyin anandaki Amerika buning pul bergan bilan buni ish oqmaydi ekan deb chekinib chiqib ketibdi. Chiqib ketgandan keyin Xitoy hukumati bunga eng ko'p pul berdigan hukumatlarning birisi endi. UNESCOga Xitoy hukumati nurg'un pul berdi. Uningki endi u faqat shu davlatlarning bergan puli bilan ham bitirib turadigan ashtaq bir organda. Uningga Xitoy hukumati bir eng cho'ng mablag'ini shu Xitoy hukumati berdi ekan. Uningga qarshi gaplarni qilib qo'ymaslik uchun UNESCO uningga hech qachon ya undaq demaydi asosan. Ammo bu mashrabning masalasiga kelgan vaqtda oldi bilan 2009-yili UNESCOga sulinibdi. Endi mush mashrablar yo'qolib ketyapti, buni qo'g'dash kerak. Buning asosiy sababi Uyg'ur yoshlari mashrabga qiziqmaydi deganni tutib turib, ular diskoxonaga kirib ketdi, u bo'lib ketdi. Uyg'ur yoshlari mashrabga qiziqmaydi. Shuning uchun bu yo'qolib ketyapti. Buni qo'g'dash kerak degan nimaga kirgizishimiz kerak degan sunibdi. Başta cheklashib o'ldi. Başta Şunun bilan andan keyin bu yerda hamda har holda UNESCO hamda bu nimaga bir tadqiqotchilar yoki shu rayonga oid tadqiqotlarni olib boradigan mundaq o'qimishli odamlarning qo'liga bularni ko'rib beqish uchun sundi ekan. Bu material nima qilib, Rachel Harris degan tadqiqot Uyg'urlarni tadqiq qilib, ömrü Uyg'urlarni tadqiq qilib o'tayotgan ayolning qo'liga tushibdi. Tushgan vaqtda buning ismlarimi Xitoycha pingyinchi bo'lg'ashqa boshqacha Max Rap deb ketdi-ku. Shunday bu Max Rap degan narsani hech qachon bir anglab baxmagandim. Bu qanday narsadir deb shundan qarasa shu mashrabning gapi keldi. Ko'rib, andan keyin bu ayol 2009-yili
bu ben bunu qo'shilamayman, chunki mundaq sabablari bor. Bo'libmi sizlar mashrablarninki mundaq organik ip berilishiga hech qanday sharoit qo'ymadinglar, hatto buni chekladinglar. Uyg'urlar yig'ilib billa burunga o'xshash xotirjam mashrablarni o'tkazolmaydi. Buning asosli sababi Uyg'ur yoshlarining buning qiziqmasligi emas, hukumat tomonidan qo'llanmagan, hatto cheklanganlik uchun deb u yerda undaq deb so'zlabdi. So'zlab qolgandan keyin anaki boshqa davlatlar g'ulg'ul qilib, ha, amsa buni yana bir qitim boshqadan o'ngshab, kilajli bizga avasson Jungo hukumati deb uni qaytarib yetibdi 2009-yili. 2010-yilga kelgan vaqtda bir yilning ichida hech narsa o'zgarmadi u endi. 2009-yilda vaqalar bo'ldi, texmo nim bo'ldi. Andan 2010-yilga kelgan vaqtda biz unda o'zgartimiz deb quruq va'dalarni berib, keyin bir qitim akapdi. U orliqda bir yilning ichida endi nurg'un shu buni endi men keyin boshqa bir shu madaniyat ishlariga mas'ul bizning atrofdagi bir odamning og'zidan anglab qoldim. Tasadduqiy meni uqmayli menga deb saldi. Aşağıda nimadan bizningki Xitoy hukumatidan ba'zi madaniy ishlarni qilgan odamlarni avatib UNESCO bilan ko'rishib, bunun bilan ko'rishib, uni astritdan, siyosiy jihatdan uni boshqa davlatlar qo'llaydigan, o'tkazadigan qilib, uni o'zlari ishchi tarafdan paranglashib, uni bitkizyapti. Shu bilan 2010-yili garchi Rachel Hart yana bir qatim baribir hech qanday o'zgarish bo'lmadi degan narsani degan bo'lsa-mu, ama 2010-yili mashrablar qo'g'dildigan, xatar ostida qolgan ashundoq bir madaniy meros asosida UNESCO'ninki u narsani ichiga kirgizildi. Bu muhim gaplarni qildingiz. Demak, buni faqat sahnada qo'yish kerak. Xalqni ayirib etgan gapda biz ham ayrilib qoldik. Bu endi sahnaga uningki nurg'iyalik rayon mashrablarligi videolari, DVD'lar chiqib ketdi. Biz onu qarab o'tadik. O'zimizning mashrabni canlı yaşaydigan mashrabimizni unutib, biz endi ashoyiligi bizning mirosimiz deb qaptimizda endi, menda tushuntiryapsiz. Keyin men 2011-2012-yilları Qumulga bordim, Yakanga bordim, Makitga bordim, Qashqarga bordim, Turpanda bo'ldim. Nim bo'ldi desangiz, bu endi bular andaq UNESCO'ning andaq nimiz qalbig'iga erishib olgan bo'lgandan keyin asosda kelib har yerlarda bular muqam markazi yoki bo'lmasa mashrab uyi degandek narsalardan nurg'unlarni qurdi. Masalan, Qumulda bir muqam markazi deb shundaq hashamatlik bir necha qavatlik binodan birini qurdi. Nihoyat chiroyli, go'zal, ichida qarsangiz har xil chalg'u asboblarini ko'rgazma qilayotgan, andan keyin bir necha qanday konsert qo'ydigan ashtaq zallari bor, ashtaq yerlar borda. Ammo endi cho'qim undaq bino bo'lsam, uning ichidagi mazmunning nihoyat sog'lom yoki Uyg'urlarning madaniyatiga foydali bo'lishini atayin. Qalpoq yo'g'on bo'lgan bilan ichidagi mazmunniki Uyg'urlarga foydali, haqiqiy Uyg'ur uchun bir ish qilayotgan bo'lishini atayin ekan. Buningga hushyor bo'lishimiz kerak ekan-ku. Am buning ichida nima bo'pti desangiz, bular shu her mahallelarda mashrab oynaydigan yoki mizi Qumulning atrofiga yezlarda oynaydigan mashrablardagi masalan muzikantlarni anından bir tal yig'ib bir guruh qilib, ularni maoshlik qilib, shu markazga akilib, kunda turistlarga 8 maydondan 10 maydongacha o'yin qo'ydigan ashtaq faoliyatga bog'lab qo'ydi. Unda bo'lgandan keyin anki nurg'un yerlardagi mashrablarning guruhlari buzilib ketdi degan gap. Chunki ular u guruhlarning shakllanishiga, kishilarning bir-birisi bilan moslashib muzik chilishiga nurg'un vaqt ketadi emasmi? Undaq yig'ib ularni maoshlik qo'ygandan keyin ular bo'ldi, sen bilan chamaymiz, undaq deb tabiiy muhit buzildi. Tabiiy muhitni tamamen yo'q etgan gapganda, butunlay yo'q etgan gapganda. Andan keyin makitda mana shundaq bizga mashrab uy sepadi, hozir mashrabni uyda qilmaydigan bo'ldik, ashak berib qilgan bo'ldik deb. Endi u mashrab uyi bo'lgandan keyin u mashrab uyda nima ish bo'lyapti? Bu cho'qim kuzatilib turdi, ko'rib turdi, nima ish bo'lyapti? Belgilangan narsalarni qilalaydi, endi naqsh etib usul o'ynaydigan ish qoldi. Qolganlar tarbiya ahamiyati, nayt cho'ng bir yo'qotish. Hozir endi onunga chidamay hamma nimani yo'qlab qo'yatdi. Shu nima bir necha yilning oldida bir
Turpanda ilingan bir filmga qatnaşgan bir kız yığlap bana sözlep berdi. Yani özü Xitay kızı ama ben faqat chidimidim dep nima ish bo'ldi desem mushtaq bir biz bo'lmasa u hukumatninki tasdiqi bilan kelgan film gruppasida nima ish bo'ldi desem mushtaq Turpanga berib bir mashrab o'ynaydigan bir ko'rinishni olmoqchi ekan to'qbilan. Hamda mashrab deganda undaq ras mashrab emas, hamda muzikchilik bundaq kichik o'tdagan mashrab bir ko'rinishni olmoqchi ekan. Shunga ash ko'rinishni olmoqchi bo'lib o'tdasa, saqchilar kelib bularni og'zmabdi. Jig'ilisi bo'lmaydi. Bular o'tirib yerda muzikchilik naqshisi bo'lmaydi deb saqchilar ularni qat'iy og'zmabdi. Shuning bilan bu Xitoy qizga shunday ta'sir qilib ketib, o'zining muzikasi bilan o'zining naqshini o'zining uyida xotirjam o'tirib chalamasa, bu qandoq işte bek ko'nglim bo'lib ketdi ekan. Qiz gap manda berganda. Hammanimiz chekyapti. O'zimizning o'yimizni hech nima qila olmaymiz hozir. Pichoqlarimizni zanjirlab qo'yib. Endi UNESCO'ni tushunib oldik. UNESCO'ga kirgan hamma narsaga biz qo'shilib olib ketmasak bo'ldi ekan. Chunki o'yliqi yo'qolish oldida asorat qilib, nihoyat chiroyli bir sifat bilan sizib qo'yilgan narsa ekanda, u butunlay o'zining rolini yo'qotib qo'ygan gap. Endi xalqdan ayrilib egisaklarga chiqdi degan gap. Endi xalqdan tuproqdan ayrilib qoldi endi. Uni sug'urib turadigan, uni davomli yaşını təminləydigan tuproqdan ayırılıb qaldı məşrəbimiz tərəfdə. Keyin biz qarasaq, Abdullah Abdurrahimning aytgan bir məşrəb degan aytı bir dağdığlıq bir naqsı var. Onunğa dolançı usul oynagan şəkildə aşınğa körəşəcəklərin işləyən bir usulu var. O CCTV'nin bir Beijingdə birinci qətim oynagan ona aytı. Məşəmətik bir usul. Bunundan nurg'un odam bizning mashrabimiz mushkan deb o'ylab qolibdi-chu, masalan, yosh bolalar qilmaydi. Bu bir xatarlik ahvolda. Endi u Uyg'urlarning mashrabi emas u. U faqat bir kishilarning ijodiyati, hamda mashrab to'g'riliq qilgan kichkina ijodiyatida. Uning ustida uning ichida o'ynalgan dolan usullarmi butunlay dolan nimalardan jiroqlab ketgan. Unda dolanliqlar bu bir ijodiyat hamda xalq sılıqlıq bilan oynaydı usulunu da. Ondan keyin asasan degidek beden halati mındaq yuqurg'i bo'ldi ularning. Ma Körəşəcəbning ishlagan dolan usullarga qarsangiz, yana tip oynaydı. Chunki bular bir Georgiyada bir tadqiqotchi adam bor. Shu adam dolanliqlar o'chilikdan qaytib kelgandan keyin o'lgan narsalardan xo'sh bo'lib, mındaq o'tning atrofida o'ynagan usul bu deb ashtaqdab teoriya chiqarib ekan. Aşıningdan bularni yavoyi keyin yana tip o'ynaydi, mundaq qilqinda kuchli yerdan mundaq yerdan chiqqan bir xil puroq bor degan narsani ifodalamoqchi o'xshaydi. Ammo bu Uyg'urlarni qanday folklorlashtirgan, muzeylashtirganlikning bir omili. Bu biz bu ishlar bo'lishqidagi ishlarning birisi. Men keyin dolanliqlarning o'zlari bilan paranglashdim, qilsaq biz undaq o'ynamaymiz ya usulni, unda yerga tip o'ynaydigan ishlar bor bizda. Bizni usulimizni bundaq qilib qisqanda bo'ldi, mas'uliyatsizlik bo'lmamdi deb xapogan ashta xapogan demoqchi. Men dedim, endi bularning o'zlarining tushunchasiga qanaqa qilsizlar deb. Ham uni sahna nemisida endi Andan keyin men uni analiz qilib baxtdim, masalan, dolanliqlarning usul, mashrabda o'ynaydigan dolan usul bilan shu sahnaga kelib chiqilgan dolan usulini qilsangiz, dolanliqlarning usuli asosan degidek chambarak shaklda bo'ldi ekan. Uning badallarning yo'linishlarninki, andan keyin bundaq harakatlarninki yo'linishlari asosan chambarak shaklda. Ham munosabatlar usul o'ynagichilar o'zaro munosabat. Masalan, mening bilan o'ynaydi, mening bilan o'ldim, mashtaq o'zaro munosabat. Lekin o sahnaga chiqqan dolan usulninki, dolan mashrabninki sahna o'rinlashtirishini tahlil qilsangiz, hammasi mundaq oldinda to'rt burjak. Andan keyin munosabat faqat pastga qaralganda, sahnaning ustidan pastki odamlar bilan munosabat o'zaro usul o'ynash emas, o sahnaning ustida ko'zlik faqat ko'z tutadi shunda. Bu endi o'yliqi sahnaga olib chiqqandan keyin ahiliqi, mashrabdagi o'zaro yaqinchilik, undan keyin o hissiyot, mehr-muhabbat, hurmat, bularning hammasi yo'q. Endi shu bir san'atchi, o degan o'g'itdi, ahiliq hissiyot bo'lmagandan keyin endi bu ijro qildi-da, endi sahnaga chiqdi, ijro qildi, shu o'rgatganini ham qildi.
Ama meşrepninki degandek özünün tuproqdan, sudan ayrılıp gelişi endi bek echinsiz ahval uyg'unga o'xshash. Endi biz meşrepni qo'g'dab qilish uchun biz nima ishlarni qilishimiz kerak? Undaq bo'lsa, yana qayta xalqninki ichiga kirish kerak ekanda bu maktab. Ha. Hozir masalan mush meşrepga o'xshab ketadigan bunday popular theater deydigan bir iqim bor. Masalan, xalq ichidagi teatr deydigan. Bu Fransiyadami xili chaqmoq qilib, keyin Amerikadami ko'rdim. Bu hamda buning xarakteri qarsangiz meşrepnik bilan o'xshaydi. Chunki shu biz abay deyishganga o'xshash, uning ichida san'atkor ya ko'rarman emas, hamma odam qatnashquchi. San'atkor san'at nomer qo'yayotgan odam bo'lamdi yoki past o'tag'an atrofda cho'ylab o'tag'an odam bo'lamdi. Hammasi qatnashquchi, hammasi tang bahri og'uchi, hammasi o'yin qo'yg'uchi bo'libchi, shunday qildigan bir xil shakllarda. Endi biz nurg'un paranglash men anglab turibman Uyg'ur madaniyatini saqlashimiz kerak, undaq degan gaplarni. Bizda amaliyotda yetarlik ximirtirish borda. Biz dunyog'imi töküp qo'shalaymiz o'zimizning san'at asarlarimiz yoki o'zimizning madaniyati bilan. Uni faqat o'lik holatda yoki bir qutlarning ichiga silib, o'g'tizib qo'ydigan yoki musiqalarga tamlaq chaplab qo'ydigan emas. Qanday qilgan vaqtda bizmi dunyoga ash orqali davomlashtirib ketalaymiz yoki ash orqali töküp qo'shalaymiz degan narsani o'ylab yetalaymiz menimcha. Uningda bizda butunlay uningga qanday yetarlik bizning ota bobolarimiz bizga qoldirib qo'ygan nimalar bor ekanda. Bundan keyin bu qanday mashrablarni qanday davomlashtirish kerak yoki bunaqa qilish kerak degan vaqtda menimcha mashrablarni o'ynab ko'rib beqish kerak. Mashrab ko'rgan kishilar uyushtirib mashrablarni yoshlarga ko'rsatish kerak. U qiziqarli bo'ldi ekan deb mashrabni o'rinlashtirib baqsa o'zlaridan. Masalan, abay belgilik bolalarning gapini qilib Bəgidən birini saylab, yoki pashshabdan birini saylab, sen bundaq sening vazifang ma bu deb. U narsani qilib, men ko'rgan mashrabim bunda bo'ladi, bunda jazolar bo'ladi, kelar qatnash, seni jazolaymiz deb ashna qilib uyushtirish kerak ekanda buningga. Uyushtirgan vaqtda ondan keyin asosda buningga balkim bir qiziqish, bir agar uning payzini ib qolsa, ondan keyin uningga bir tabiiy holda bir davomlashtirish bo'ldi ekanda uni. Bir odatga aylantirib bo'lsin. Buning ham nimaları bir misalni olsak, Qozog'istondagi men boshida deb o'tgandek, Qozog'istonda qilingan tadqiqotimizningki biz ko'zatgan masalaning birisi shu bo'ldi. Ularni 2009-yillardan boshlab hozirgi shu mashrab faoliyatini boshlabdi. Bir ikki odamningki, bo'libmi asosli bir odamningki turtkisida işte her yerlerden yigit bishlarni saylab, baglarni saylab, 30 o'g'ilni yig'ib, ko'ngli yaqin odamlar biz birga ayda bir qitim mashrab o'ynaymiz deb yig'ilib, uning asosida qoidalarini bekitib, bunda qoidalarni qilsa, deb hatto shu yaqinda mashrab musobaqalarini uyushtirib, ashtaq ishlarni qilib, u mashrab hozir butun nega borsangiz Uyg'urlar borligi yerda cho'qim bir 10-15 mashrab ashtaq bor ekan, ma'lumotlarda çok o'xshamaydigan mashrablardan. Hamda u o'zaro bir-biriga mehmon bo'lib keldi-ekan, kishilar o'zaro bir-birini taniydi-ekan. Masalan, mahallalarda birasining bir qiyinchiligi bo'lsa, mashrab ahli kelib ularga yordam qildi-ekan. Yoki bir kishi Olmutadan masalan Yarkent tarafga, Yarkentdan Olmut tarafga ko'chmoqchi bo'lsa, o'z burun qatnashgan mashrabdagi kishilar bilan aloqalashib, zot qanday qilman desa, voy men kel bizning mashrab qatnash deydi-ekan, u mashrab odam bilan tanishganda. Ashtaq bu bir xil ijtimoiy bir shunday foydali kishilarningki to'g'ri hosil qilgan biz hozir pek modaga community building deydi, bunday bir-biri bilan to'g'rilashish degan gaplar amaliyotda mashrablarda allaqachon shakllanib bo'lgan narsalar. Jamoat shakllantirishi. O'ylab hamkorlikni o'stirdigani, hozir ham bizningki ehtiyojimiz bo'lgan narsa hamkorlik, undan keyin o'zimizning madaniyatimizni tanib yetish, o'zimizning yo'qolib ketayotgan madaniyatimizni qo'g'dash. Bu ham chetdagi Uyg'urlarning vazifasi bek eg'ir hamda. O'tganda biz Qaharkan bilan shu chetdagi Uyg'urlar nimalarni qilish kerak degan masalani so'zlashgandik. Endi bir muqaddima hamda faqat bir temani qo'lga olgandik, ammo sizning deganlaringizdan qarasam, shu mashrabni biz haqiqatan shu chet eldagi Uyg'urlar agar mahallani qursa,
Uyghur aralları, Uyghur mahalleleri kurulsa, muşunu derhal keçiktirmesinden kolga eliş gerekkende bolup küçük ballarımızı hem de kaharkam belki 100 yılgacha chet el Uyg'urlar yo'qolib ketishi mumkin eng ko'p deganda bu degan chunki bizning ikkinchi nesil uchinchi nesil o'zimizniki o muhitni yashamagandan keyin tezligi boshqalar o'zgarib ketishi hamda o'zini Uyg'ur deysizmi tilini o'zini madaniyatini unutib ketish xatiri bor hamda shu bashrab orqali shu bolalarni shu bir sharoitga ega qilishga bo'ldi ekan Uyg'urning hamda bolalarni hozir bu yoshdan zo'rlig'ini bo'lmaydi hamda besim qancha nem bo'lsa bolalarlik keçip ketadigan ish bor ammo mayliqi qiziqarli taraplari bo'lg'achqa ham muzik uningki usul qiziqarli nimalar jazolarninki qiziqchilik bilan o'rilishi bular umum yoshlarni jalb qiladigan yoshlarni o'ziga tortadigan taraflarga mushuni jiddiy o'ylasak bo'ldi deb o'ylab qoldim men. Şu o məşrəblərdən hər qandaq məzmun qoşusu bo'lgan bo'lgandan keyin masalan bir yoshlar məşrəbi bo'lsa onun da o'zlarining yosh ijodiy naqshlarini ko'rsatkisi bo'lsa yoki ijodiy usullarini ko'rsatkisi bo'lsa yoki bir yangiliklar bo'lsa ularni ko'rsatsa məşrəb uchun qancha yangilik narsalarni ko'rsataman desam ashnaga so'rin bor emasmi shuning uni qancha kengaytiraman kim kirib qandaq yangilik olib kiraman desa chunki uning qurilmasi mustahkam bo'lgandan keyin uning ichiga qancha yangilik qo'shilsimi qurilma buzilmagandan keyin asosliqi Uyg'ur degan kim madaniyat kim bu jamoat kim degan narsani saqlab ketaverdi emasmi yangi narsalar kimning qandaq yangilik akirgisi bo'lsa uningga marhamat buning kishilarni bir yerga akilib intizomchan qiladigan roldan sirt hamda hech kimni sirtqa qo'ymaydigan har qanday odamning o'zining xosligi o'zining xarakteri bilan mashrabga kuch qo'sha oladigan shunday bir go'zal taraflari bor ekan bu menimcha yoshlarni Uyg'ur kimligi andan keyin Uyg'ur madaniyati til bo'libmi jihatdan bularga bir hamda o'g'inish ham xo'shallanarli go'zal taraflardan o'g'inish bism emas bundaq o'zi xalab yaxshi ko'rib his qilib o'g'nishiga sharoitlarni asrlab berish mumkin deb qarayman. To'g'ri dedingiz haqiqatan shu mashrabninki alayidligini biz yana qayta tanib yetish uchun bu program bir sabab bo'lib kelishini arzu qilaman. Mashrabninki hamda mazmununa oid mo'lka har bir mazmunni qo'lga ayrim bu mashrabninki mazmuni haqida to'xtalmadik. Lekin hamda mashrabninki qandaqligini hamma Uyg'ur biladi hamda ba'zilar ko'proq ba'zilar ozroq bo'lsin ammo mashrab ismi bizga tanish uning qandaq bo'lganligini hammamiz bilamiz ammo hamda buning nurg'un taraflarini siz bilan so'zlashdik va Uyg'urning madaniyatini qo'llab qolish uchun hamda mashrabninki rolini ko'pga hamda mahallada mashrab ne bo'lib yoshlarga o'gitish yoshlarga qoida qonunlarni o'gitish qoida yo'sinlarni o'gitish ondan keyin o'zimizning musiqamizni o'zimizning ana tilimizni unutib qolmasligi bularni yaxshi ko'rishningki bir vosita qilishga bo'ladi ekan vaqtimiz bunday tez o'tib ketibdi bir soatni eshib ketibdi muqaddas boy bir o'qituvchimiz erkin ma'lum muqaddas o'zingizni bir tanishtirsangiz degandek sizni tanimaydiganlarmi balki bo'lishi mumkin siz o'zingizni tanishtirib ondan keyin oxirgi so'zimizni deylik ondan keyin programni oxirlashtiramiz. O'zim qanday tanishtirsam bo'lar? Ismim Muqaddas Mijid. Men Urumchi tug'ilgan, Urumchida cho'ng bo'lgan, Urumchida butun oliy maktabni bittagicha Uyg'urcha tarbiya olgan hamdi. Men boshlang'ich tugatgandan keyin san'at maktabiga kirdim. San'at maktabida usulda, baletda ham musiqada tarbiyalanib 2003-yili Fransiyaga davomli shu tarbiyalanish uchun kelgan ammo Fransiyaga kelgandan keyin mana bir krizis bo'lib ketdi chunki biz hamda Parij desa bilmaymiz Eyfel munarini bilmaymiz degandek hamda ancha-muncha dunyodan xabarimiz bor fransuzlar desa ancha-muncha xabarimiz bor ammo Fransiyaga kelgandan keyin qarsam Uyg'ur desa hech kim bilmaydi ekan Uyg'urning kimligini tushuntirish uchun nurg'un jabha tortishga to'g'ri keldi ekan albatta ba'zi xaritlarni sizib ashta qilib tushuntirib yezib ashta qilib andan keyin bir vaqtda bir Qozog'istondan kelgan baxshi muzikantlarningki bir kechligiga berib qoldim bizning maktabning yinidagi shu bilan men o'yladim deb Uyg'urlarni bunday qilib
xalq musiqalarini çaldıqanlar batı nima ular kasb olmaqdak deb 2-3 gündən keyin u yerdə direktor, u festivalın direktoru bilan uçuruşub qaldım. Şunu uçuruşub vay bizning Uyg'urlarni akamashdimman desam, bo'ldi bizga agar muzikantlarni tanishtiradigan ishingiz bo'lsa, tanishtiring dedi. Andan keyin opam bilan paranglashib turib, u yoqdan do'lan muqamchilarning bir kassetini ko'rsatsam, ha bo'lmishlar kassin dedi. Shu bilan andan keyin ularni bir yildek chapatat akaldik. Andan keyin ashyadan ki men his qildim aslida biz Uyg'urlarningki o'zininki sahna madaniyat emas, sahna asarlar emas, bu endi Uyg'urlar o'zlari ko'z bo'ldiganki, ammo uni xalqaro ko'rsatgil bo'lmaydi. Ammo bizning xalqaroning qiziqdigini, bizning shu asli, ashtaq xalq ichidan chiqqan ashundaq san'atlar. Yerlik san'at. Yerlik san'atlar ekan deb, andan keyin unga qiziqdim. Undan keyin meni sen etnomuzikologiya o'qisang, o'zingning madaniyatini texim yaxshi tushunsa, texim yaxshi tushundira olaysa deb maslahat berdi. Shunga kirib ketgan paytda butun klassik muzikalarni tashlab etib, andan keyin doktorligimni tugatdim. O aralıqda yana nurg'un boshqa muzikantlarni akilib, bu boshqa faoliyatlarni qildim. Undan sirt o'zim san'at faoliyatlari bilan shug'ullanaman. Bu film ishlash men uchun bek muhim. Ancha-muncha dokumentariya filmlarni ishladim. Hozir men yana mashrab to'g'riliq bir film ishlayapman, ama o Qozog'istondagi mashrab projektninki ichida. Andan keyin bu proje qachongacha davom qildi hamda uni qo'shib gap etib kelsangiz. Shu bir 2 yillik projektdi. Asli biz bu yil bormoqchi edik Qozog'istonga qaytib, ammo u yerga boramay qoldik. Endi virusning ishlari bilan endi yana boramamdik, qachon boralaymiz uqmayman. Ammo men yana davomli shu ishchida biz o'tgan yil olgan narsalarga asosan filmni ishlashni boshlayaptim. Hozir uni kesib qilyapman. Shu balkim shu bir ki ayağıcı onu tutup kalsam ondan onu takip kılığanga tirişimiz. Çok rahmet. İşlerin yayına nurgun işlerini kalsın onu aktiviyen emri yaşla köprek işleş gerek. Keçkinde tirişvat kalımızı bilemem. Sizi yakından tonu başka bulanı deleleyine emri layık köp tirişcanlıklarını kıvatsız. Daha olsa vakit münasebetiyle bir gün programımız bir şey içip olsun. Yani siz bilen başka temalarda mı daim böylese program kılarız. Bizni bugün yakşamda günü vaktini acırtıp köy geldiler. Biz bildi boğan hemenlara köp rahmet etme. Közünler ve kulunlar bizde olsun. Daim böylese yakşamda günü yani başka bir tema bilen senin huzurunlarda buluş kıtırışına. Daim emanet. Hoş geldiniz. Rahmet.